agar ma'lum bir sohani olayotgan bo'lsak, o'sha sportsmen bilan chempionni farqi ham shundaki, sportsmenga nisbatan chempion salgina ziyodroq harakat qilgan va uzunroq harakat qilganda, hamma sportsmenman deyish mumkin, lekin chempion nafaqat ko'proq qilgan, balkim u oxirigacha borgan. Sog'ligi ham xuddi shunaqa narsada. Mana to odam buzguncha sog'ligini o'ziga atchot bermaydi-da. Bugun mana 20 marta noto'g'ri ovqat yedim, mana bu 30 ming marta kechasini uxlamadim yoki o'sha necha yildan beri masalan 80 marta sosiska yedim deb atchotini yozmaydi-da. Lekin sog'ligini tiklash kerak bo'lgan vaqtda u odam kunlarni sanashni boshlaydi. O'sha 15 kun davom etadigan organizmning asosiy filtrlarini tozalash kerak bo'lgan jarayonga sabri yetmaydi, ha? 3 oy davomida o'sha to'liq jigaring bilan o't qopingni protoklarini ochamiz deganda sabri yetmaydi va ko'p odam buziladi. Yo'q deydi, 2 kunlik hayotda deydi va uni buzuvchi odam uni atrofdagi eng yaqin insonlar. Onasi, ayoli, agar erkak bo'lsa, ayol bo'lsa eri, farzandi uni asraydi, uni qiynalyapti deb o'ylaydi. Aslini olganda o'sha sog'lik tarafga o'tmoqchi bo'lgan odamni yonida har doim qo'llovchi mutaxassisdan tashqari yana oilasi ham bo'lishi kerak. Chunki mutaxassis aytadi. U oilasi bilan yashaydi o'sha jarayonni. Oilasi bilan nonushta qiladi, oilasi bilan tushlik qiladi yoki hamkasblari bilan tushlik qiladi va kechki ovqatini qilishi mumkin va atrofingizdagi insonni IQsi, atrofingizdagi inson qay darajada shu sohaga yaqin bo'lsagina siz o'sha odamlar farqini bilishingiz kerak. Umuman hech qayerda ishlamagan uy bekasi bo'lgan onangiz, bolam aytaveradi o'sha Gulshan Yo'ldashevna, shart emas o'sha bu elik bulyonni ichishing, san haligi qilishing kerak, mana bu lag'monni yeyvergin. U biladimi? Men bilaman, hayot tajribam kattaroq. Ota-bobolarimiz yeb qancha yashagan deydi-ku. O'shanda kimga ishonasiz? Onangizgami yo kecha emas 3 oy oldin tanigan ekspertgami? Albatta onangizga. Juda ko'p odamlar sog'lik tarafga o'tayotganda ularni eng yaqini hisoblangan do'stlari ularni bu yo'ldan qaytarishga harakat qiladi. Ol, ichsangchi, hech narsa bo'lmaydi, somsaga keldik, ustidan kola ichsang, shuncha reklama qilyapti, ahmoqmi deydiganlar ham kam emas. O'sha vaqtda birinchi bilishingiz kerak bo'lgan narsa, jon sizni joningiz, og'riqni sizdan boshqa hatto sizni tuqqan onangiz ham his qilmaydi. Ya'ni o'sha vaqtda sizni oldingizda sizni 1 yildan keyin o'zgargan holatingiz, qanaqa yaxshi uxlaysiz, qanaqa teriga ega bo'lasiz, qanaqa ichingiz mazza qilib bo'shaladi, qanaqa ovqatingiz singadi, qanaqa kayfiyatda bo'lasiz, qanday sizni komplimentlar bilan o'sha qomatingizni yoki rangingizni tiniqligini, terini yaltiroqligini, namligini kimdir oddiy ushlab ham rostdan 46 yoshdamisiz deydiganlar yo'q emas meni atrofimda. Lekin buni ketida juda katta mehnat turadi. Kechalari uxlamaslik yoki turmush o'rtog'im shu endi $40 o'sha sok ichib yurmasang bo'lmaydimi deyishlari meni har safar relsimdan chiqarib tashlavergan. Yoki onam osh yeb hech kim o'lmagan, aytaveradi sani eksperting, osh yeyvergin, osh foydali narsa. Mana ustidan hatto sari kasal bo'lganingda guruchini olib yedirganman, hech narsa bo'lmagan-ku degan. Lekin bir umr metabolizm past. Bir umr jigar yog' bosishga moyil. Chunki kechki ovqatni yemaslik degan narsa bizlar oilamizda bo'lmagan. Kechasi ham turib 12 da osh qilib tayyorlab yeyish bu norma bo'lgan. Siz shu muhitga tushib qolaverganingizdan keyin siz to'g'ri yo'lga o'tishingiz qiyin bo'ladi. Shuning uchun ham 95% odamlar davolanish bilan band, faqat 5% gina odamlar o'zini sog'ligi bilan shug'ullanishga rozi. Ular qaysi odamlar? Pakka onkologiyada uchotga qo'yib birinchi darajali ko'krak saratoni ehtimoli bor demaguncha menda ham o'sha qo'rquv bo'lmagan. Qaysidir odamni qo'rquv harakatga keltiradi. Qaysidir odamni qo'rquvdan boshqa hech narsa odamni harakatga keltirmaydi. Yo'qotish, hayotini yo'qotish qo'rquvi. Agar o'sha vaqtda meni xolam rak bo'lmaganda edi, balki men rakdan uncha qo'rqmagan bo'lardim. Chunki men
xolam kelgan vaqti man onkologiyaga olib borganman. Man o'sha radiologiyada yoki o'sha ximioterapiya oladigan bo'limida man oldida yurganman-da. Men o'sha inqillagan, ximiya olib yarim chalajon odamlarni men ko'rganman. Поэтому shunaqa qo'rquv bo'lganman-da. Поэтому nima deya olaman o'sha insonlarga, sog'lik tarafga o'tayotgan insonlarga, o'zingizni yuragingizdan boshqa hech kimga quloq solmang deyman. Boshqa hech narsa deya olmayman. Yurak nima istasa shuni qiling. Mayli orqaga chekining, mayli to'xtang. Men ham to'xtaganman, men ham orqaga chekinganman, meni ham kimdir aynitgan, lekin yashash, sifatli yashash faqat oldimda namuna bo'lib turavergan. Hozir ayni damda aniq bilaman, hech qanaqa o'sma yo'q. Aniq bilaman, uyqum yaxshi, tiniq uxlayman. Yurganda hozir 12-etajga chiqsam ham hansirab qolish yo'q. Unaqa emas edi. 2-etajga chiqqanda qora terga botardim.